Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Avvalo barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Yangi yil oldi bunaqa efirlar qilish niyatim yo'q edi. Aholini, xalqimizni kayfiyatini buzish niyatim ham yo'q. Lekin o'zimni fikrimni bildirmasam bo'lmaydi shekilli. Xo'p, kechadan buyon ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali ismli u blogermi, domlami, kim to'g'risi bilmayman ham. Xo'p, men haqimda, Sirojli media to'g'risida, Jahongir To'laganov to'g'risida, Gulira'no Qosimova to'g'risida va boshqa blogerlar, jurnalistlar, ijtimoiy tarmoq faollari xususida bir qancha o'zini shaxsiy fikrim deb e'lon qilgan gaplarini bildiribdi. Mana shu bo'yicha o'zim munosabatimni aytmoqchiman. Bu voqeaga 4,5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir yillar davomida juda ham ko'p marta men haqimda chiqib, bu mana anaqa ayol, palonchidaqa ayol, palonchi deputat ayol, pistonchi ayol, palonchi ayol deb juda ham ko'p gapirdi. U bilmayman, bu uni qaysi bir g'ururigami, vijdonigami, bu erkaklik bir sha'niga to'g'ri keladigan holatmi, to'g'risi tushunmayman. Lekin o'sha efirlarni ham, kecha qilgan efirlarni ham bir qancha obunachilarimiz menga tashabdi. Siz haqingizda gapiribdi, qarang gapiribdi deb. To'g'ri, O'zbekiston Respublikamizda erkin fikr bildirish hech kimga taqiqlanmagan. Lekin O'zbekiston Respublikamiz konstitutsiyasida ham, xalqaro huquqiy hujjatlarda ham hech bir fikrda fuqarolarning sha'nini, o'sha erkin fikrda boshqa fuqarolarning sha'nini, qadr-qimmatini, obro'sini, huquqini poymol qilish qonun bilan himoyalangan. Ya'ni poymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Kimnidir bir zinokorda yoki yana bir axloqsiz ayol sifatida ko'rsatishga, ayniqsa buni ijtimoiy tarmoq orqali gapirishga, qaysidir o'sha ayollarni himoya qilgan, ozmi ko'pmi o'sha ayollarni qo'llab-quvvatlayotgan u blogermi, jurnalistmi, ijtimoiy tarmoq faolimi, ularni dayus deb atashga hech kimning haqqi yo'q. Bu qonun bilan belgilangan. Shuning uchun hozir bir qancha advokatlarimizga, huquq faollarimizga o'sha Abror Muxtor Ali nomi bilan chiqadigan blogerning men haqimda, o'sha do'stlarimiz haqida, ijtimoiy tarmoq faollari haqida gapirgan videolarini taqdim etdik, ko'chirib olib taqdim etdik va biz u shaxs bilan endi qonun oldida gaplashamiz. Ya'ni ichki ishlarga, prokuraturaga, kerak bo'lsa o'sha davlat xavfsizligi xodimlariga, huquq tartibot organlariga, sudga murojaat qilamiz. Marhamat qilib qonun oldida javobini bersin. O'zbekiston huquqiy demokratik davlat, men buni aytishdan hech qachon charchamayman, to'xtamayman va hamma qonun asosida yashashi va qonunga asoslanib harakatlanishi kerak. Shaxsiy hayot daxlsizligiga boshqa kimsalarni, boshqa fuqarolarni aralashishga,
asossiz gapirishga, uni oshkor etishga, yo bo'lmasa uni tanqid qilishga, meni shaxsiy fikrim deb xohlagan gapini gapirishga O'zbekiston Respublikasi hech kimning haqqi, hududi yo'q. Bu qonun bilan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan, qonunlarimiz bilan, bir qancha moddalar bilan himoyalangan. Marhamat qilib javob beradi qonun oldida.